O'zbekiston bozorini mutlaqo egallagan ushbu avtomobilimiz Shinare modellari hozirda qishloq xo'jaligi uchun va qurilish uchun ham juda kerakli bo'lgan avtomobildan biri hisoblanadi. Ushbu avtomobillarimizni hammasidan har turida mavjud. Birma-bir sanab o'tamiz va birma-bir общий qilib obzor qilib o'tib ketamiz. Ushbu avtomobilimiz Shinare T30 restyling pozitsiyasi. Hozirgi kunda monitorli bo'lib kelgan, plus kamerali qo'shib kelgan zadniy kamera, monitor mavjud ushbu avtomobilimizda. Hamda polni kojni sidena hisoblanadi. 1.5 donus motor, 115 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Orqa resor, oldi amortizator. 2 tonna yuk ko'taradi. O'zi 2 tonna aytilgani bilan 2 tonnadan ko'proq ham yuk ko'tarib beradi. Ushbu avtomobilimizda hattoki resor qo'shib ham ko'proq yuk ko'tarsangiz ham bo'ladi. Bu mashinamiz ancha yumshoq. Boshqa misol uchun boshqa brendlarga qaraganda ancha yumshoq. Faralari galagan fara, tumankalari mavjud. Elektron uslitilni rul hisoblanadi. Faqat bitta inomarkadan kam joyi yuk ko'tarish bo'ladi bu mashinamizda. Hop, bunga xohlasangiz o'zida kojinni teshik ziynasi bor, Abduf Abagirov ham bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Hamma modelimizga xoladenlik, tent yoki gaz ham o'rnatib beramiz. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda monitorli ili kamerali hisoblanadi. O'sha hisobiga $13.200, gazligi $14.050 hisoblanadi. Hop, keyingi modelimiz Shinare T50 Nef, ya'ni yangi modeli qo'sh balon hisoblanadi. Ushbu avtomobilimiz oldi ham, orqa ham resor hisoblanib 1.6 bo'ladi. 116 donus, 124 ta ot kuchiga ega hisoblanadi. Hop, bunda ham elektron uslitin rul, kojni sidenalari mavjud. Ikkalasida ham 5 talik mexanika korobka mavjud va bunda bu plus tarafi yuk ko'tarish 2 tonna yozilgani bilan 2 tonnadan ham ko'proq ko'taradi. Sababi qo'sh balon oldi ham orqa ham resor hisoblanadi. Bu asosan ko'proq yuk arzonroq mashina ko'proq yuk ko'taraman degan akalarimiz uchun bu mashinani tavsiya qilamiz. Plus bunda faralari galagan, tumankalari mavjud, bamp va abdisovka va qoraytirilgan tusda keldi hozirgi kunda. Balonlarni ko'rsatish mumkin. Ikkalasi ham 100 km ga rasxodi 8 litr hisoblanadi. Bu ham T30 qo'sh baloni hozirgi kunda ancha hadovi, ya'ni ko'proq ketayotgan modellardan biri. T30, T50. Bu T50 ga ham hozirgi kunda endi raqobat bo'ldi. Sababi bu mashinamiz ham oilaviy, ham yuk uchun mo'ljallangan avtomobildan hisoblanadi. 1.6 turbina donus motor, 112 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Faralari galagan, tumanka bor, monitori bor. Monitor deganda sensorli 5 dyumli sensorli displey bo'ladi. Zadniy kamera bor. Xohlasangiz 60 talikdan 2 ta gazi ham mavjud. Hop, bu mashinamiz narxini aytib o'tmabman. $14.600 hisoblanadi. Hozirgi kunda skidka bilan plus bonuslar bilan qilib beramiz. T52 mizni narxiga keladigan bo'lsa, $19.200 dan $19.200 bugungi kungacha beramiz. Yana bunda ham oldi orqa resor, nima uchun oldi orqa resor, oilaviy-ku deb so'rashingiz mumkin. Sababi bu mashinamiz qo'sh balon bo'ladi va ikkita 60 talikdan gazi ham mavjud. Hop, yana nima bunda asosan ham oilaviy yurib, shaharda ham, ko'chada ham, boshqasida ham yurishingiz mumkin. Bu 19.200 benzinligini 18.200 dan qilib beramiz. Benzin gaz qo'yilmagan holda bo'ladi. Hop, Shinare T30 modelimiz bort qismi 315 ga 172 hisoblanadi. Shinare T30 qo'sh balonimizda esa 310 ga 172 hisoblanadi. T52 modelimizga keladigan bo'lsak, T52 modelimiz почти 3 dan o'tadi. Endi 178 hisoblanadi. Hop, ushbu avtomobillarimizda boshlang'ich 15% to'lab, 3 yilgacha ham olishingiz mumkin. Optimal variantda. Xohlasangiz boshlang'ich 30% to'lab 5 yilgacha ham olishingiz mumkin optimal variantda. Ushbu avtomobilimiz Shinare T50, ya'ni Isuzu Gazella bilan raqobat qilayotgan ushbu avtomobilimiz Shinare T50 Gazi S, ya'ni S paket hisoblanadi. Bu mashinamiz 1.6 donus motor, 112 ta ot kuchiga hisoblanadi. Restyling, hozirgi kunda restyling bo'lib kelgan. Nima restyling? Nima qo'shilib kelgan? Parok qo'shilib kelgan. 100 talikdan 2 ta gaz balon qo'shilib kelgan. Misol uchun T52 da 60 talikda 2 ta bo'lsa, bunda 100 talikdan, T50 da 100 talikdan 2 ta qo'shilib kelgan himoyasi bilan. Mana ko'rishingiz mumkin, himoyasi bilan qo'shilib kelgan. Hop, bunda ham elektron uslitin ruli bor, 10 dyumli displey, 5 dyumli displey, sensorli bo'ladi va zadniy kameralari mavjud. Yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, bunda 3,5 tonna ko'taradi. 3,5 tonna bemalol ko'taradi. Hop,
3,5 tonna bemalol ko'targanda, ya'ni hozir O'zbekiston sharoitiga keladigan bo'lsa, 3,5 tonna ko'proq ko'taraman, narxi qimmat bo'lsa ham mayli deganda. Narxdash qimmat emas, bu 19,200 dan olib ketishingiz mumkin. 19,200 dan olib ketasiz, 3,5 bo'lganmi 4 ta, 4,5 ta bemalol ko'taradi bu mashinamiz. Borti past 4 metrga 1,78. Xo'p, bunda ham qo'shib oling, oldi-orqa resor yanada qo'shib ko'proq ko'tarishingiz ehtimoli juda katta bo'ladi va yonlarida ushbu qoraytirilgan hamma plastmasdan iborat bo'ladi. Tumanka, Galagen fara, Kojinda sidena ushbu avtomobilimizda bor. Ushbu avtomobillarni Toshkent shahar Sergeli 2-mavzeda joylashgan Chinor metro bekatining oldidagi Avtosentr avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin yoki pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizni Avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz.